Eringiz nima? Lotereyada chiqqanmi? Unaqa erni qanaqa qilib topdingiz? Siz haliyam Turkiyada hayotiga o'rganib keta olmadingizmi? Ma'qul kelmagan joylari bor. Qahramonimizni qaynonalarini uyi. Qaynonalari aytyaptilarki, kichkina o'g'illariga kelin olayotganlarida keyin u qizga savol bergan ekanlar uchrashganda, "Sen sigaret chekasanmi? Agar chekadigan bo'lsang, buni umuman bekitib o'tirma. Qaynonangiz umuman sizni qiynamas ekanlar. O'zin hech kim hayotingizga aralashmas ekan, to'g'rimi? Yo, ikkinchi qachon keladi? Shunaqa chiroyli, go'zal, aqlli qizlarimiz chet elga turmushga chiqib ketyapti. Bu o'tgan yil tug'ilgan kuniga turmush o'rtog'i sovg'a qildilar. Qani haqiqatdan tillam. İstanbul Fatih Sultan Mehmet ikkinchi postdan o'tib ketyapmiz. Ketayotgan joyimiz Başakşehir, bizdan ancha uzoqda. Mehmonga chaqirishgan. Qani kim uyiga mehmonga borar ekanmiz? Ko'ringlar. 53.000 baht qoldi. Qaysi? Bize hozir mehmonga kelayotgan joyimiz qahramonimizni qaynonalarini uyi. Ketdik, bizga birgalashib nonushta tayyorlashgan Türk kahvaltısı ko'ramiz. Ha, gulimizni ham aytib o'taylik, mana Turkiyada buketlar shunaqa uncha chiroyli emas. Yapacak bir şey yok. Kır. Gel kız. 1, 2, ise o zaman kaçıncı kat değil? 4. kat galiba. Ne de basmadı bu hanım basmadı. Yarımcı kat gitmek gibi seninle. Hoş bulduk kız. Nasılsın? Sana ne diyelim? Nazım diyelim. Assalamu alaikum. Merhaba, hoş geldiniz. Yaxşımısınız? Selam, yaxşı rahmat. Biz Türklerle Özbekçe, Özbeklerle Türkçe selamlaşıyoruz. Aa sen nasılsın? Asıl. Merhaba. Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Sen nasılsın? Senin ismin neydi? İsmini söyler misin? Bila. Güzellik. Adın ne kızım? Söyle. Adını bilmiyormuş. Selam ver. Selam. Çok Hoş geldiniz tekrardan. Oo, deniz manzarası var. Ne kadar güzelmiş. Çok güzel. Çok güzel. Artık sık sık çaya kahveye geliriz. Ne Bekleriz. zaman bekleriz. Evet, gerçekten. Başımızın üstünde yeriniz var. Çok sağ ol. Sağ olun. Sorun Ay, burada da kendi oturacak yeriniz de çok güzelmiş. Balkon muhteşem. Bak kaynanamın en sevdiği yer. Vallahi kayınvalide keyif yapmayı biliyor. Çok Burada severim, tam çok. kahve köşesi değil mi? Kesinlikle. Sizin kardeşler var mı? Biz 7 kardeşiz. Aa maşallah. Evet. Evet canım benim soyum var. Ha, 7 Biz 7 kardeşsiniz. kardeşiz. İstanbul'da mı oturuyorsunuz? Hepimiz İstanbul'dayız. Maşallah çok şahane. Bu yakınlarda mı? Yok. Ha, biraz. Başka semtte daha uzaktalar. Kocamız yapmışta oturuyorlar. Ha. Çoğunluğu işte ablamız burada oturuyor. Diğer hepsi kocamız yapmışta oturuyorlar. Onlar da yine gelip gidiyordur. Gidip geliyoruz yani. Ya İstanbul'da en yakın yer bile zaten biliyorsunuz uzak. Evet, Trafikten evet, dolayı. aynen. Yani uzağa yakın diye bir olay yoktur. Kısa yola da gerekiyorsa belki bir saat bile Aynen. gidebiliyorsun. Aynen. Geçen ben Maltepe'den Ataşehir'e hastane arası böyle 1 saat 10 dakikada geldim. Allah'ım bu ne Bu ya nasıl dedim. bir şey? Mesela şu an biz Beykoz'dan buraya 1 saatte geldik. İyi. Çok iyi. Evet iyi. Siz karşıdan geliyorsunuz Beykoz'dan. Evet. Ben Ataşehir'de oturuyorum. Ben de o Ataşehir'den baktım. 1,5 saat gösteriyor. Sonra ben Nancy'ye attım. Nancy bak dedim. O Beykoz'da oturuyor. 1,5 saat gösteriyor. Ben yarın gelir seni alırım. Saat 9'da yola çıktık. Ay gerçekten mi? Evet. Ya İstanbul sonuçta burası. Yapacak bir şey yok. Evet. Yaşları da hemen hemen yakın galiba. Zaten şu iki oğlanın yaşı aynı. Arada 1 ay mı 2 ay öyle bir şey Kaç var. yaşındalar? 4 yaşındalar. 4 yaşında. Evet.
Hepsi Üç o zaman yaşında. buraya gelirse burası tam bir çocuk yuvasına Biz- dönüyor, curcuna. Evet, 2 gün önce Nazlar'daydık ama hepimiz oradaydık. Aşağıdan şikayet gelmiş. Düşün. Oha. Çünkü hepsi bir arada olduğu zaman çok Evet. şey yapıyorlar. Onlar tutmak imkansız. Mümkün değil. Oğlanlar bile özellikle. Zıplıyorlar. Ama bina hepsini geçti. Gerçekten. Oğlanlar Ezgi'nin masum karşımda kaldı. oturuyor. Evet. Görümcem yukarıda oturuyor. Aynı apartmanda oturuyorlar. Aynı apartmandasınız. Ben de hem influencerlık yapıyorum hem sağlık turizmi yapıyorum. Maşallah çok güzel. Geçen sene YouTube'a başlamıştım. Bir tane bir aileye gittik. Böyle bir çekim yaptık. Hı hı. Öyle. Bu sefer bizim Naz'a geldik. Kayboldu. Güzel kızımız kaydı. Çıkmıyor. Efendim. Ne yapıyorsun orada? Efendim. Ya at bana topu. At. Oha! Bak ben de saklanacağım. Ben de kayboldum. İsterseniz buyurun buraya. Masaya gelin. Kapatayım mı? Al kapat. Lina nerede? Lina gitmiş. Bir, iki, üç. Biz buradayız. Biz buradayız. Şimdi bırakmayız bakalım. Gel kahvaltı yapalım mı? Gel. Kahvaltı yapalım mı? Gel patates yiyelim gel. Gibi. Patates yiyelim. Yok ya ben oraya çıkmayayım. Lütfen, lütfen. Buyurun. Yine gel bu tarafa. Hadi. Yok. Gel sen bu tarafa. Bak bu Lina'nın. Olmuyor mu? Ama çatalla yapıyorsun. Ah, çatalı. Ne olmuyor diyor? He, aileden o zaman Tabii, orası. evet, Anladım, güzel. Restoran. Hadi restoran. Kebapçı. Kebapçı sana. Aa, Türklerin en sevdiği. Urfalı olunca Urfalıyız değil mi sonra da? Koy kafanı. Yok bak çekiyor. Çekiyor. Kelin telefonda gaplashyapti. Qaynona va turmush o'rtog'i stollarni yig'ishtirishyapti. Ayniqsa. Evet, siz yorulmayın. Yok ya. Tamam. Tamam. Seni var ya, seni kaçıracağım. Seni çok sevdim. Senin saçlarına güzel bir şeyler alacağız. Tamam mı? Ver. olur değil mi? Neler hazır? Kahvelerimiz geliyor. 5 yil ichida O'zbekistondan kelgan mingdan ziyod bemorlarga tibbiy xizmat ko'rsatdik. 300 nafardan ziyodiga esa samarali operatsiyalarni o'tkazib berdik. Bugungi kunda kardiologiya, urologiya, neyroxirurgiya, ginekologiya, ortopediya, onkologiya va boshqa turli tibbiy xizmatlar bo'yicha xizmat ko'rsatib kelmoqdamiz. Turkiyada tibbiy xizmat, to'g'ri tashxis va operatsiyalar bo'yicha bizga murojaat qilishingiz mumkin. Biz uchun bemorimizning sog'lig'i va mamnuniyati eng muhimidir. O'zbek gelin ve Türk gelin arasında bir fark var mı? Sizin zaten 2 tane geliniz varmış. İyi tarafı, kötü tarafı da olabilir. Mesela Evet. çok fazla çekingenlik bir taraftan bir yerden sonra eziyet de olabilir. Mesela sizin Evet. için o değil de eşi için öyle olmuş. Çekingenliği. Çekingen ama yani benim mükemmel gelinim bu. Aa, Ben çok seviyorum. İkisini de çok severim gelinlerimi. İkisi de benim için kızım gibilerdir. sizinle birlikte oturuyorlar mı gelinleriniz? Hayır. Herkesin evi ayrı. Peki siz birlikte otursun ister miydiniz? Asla istemem. Neden? Herkes evinin yuvasını bilsin isterim ben. Size baksınlar, yemekler yapsınlar, kahvelerinizi yapsınlar olmaz mı? İşin ihtiyacım yok. Çok şükür yani kendim yapabiliyorum. O yüzden şu an hizmet istemem yani.
Ne kadar güzel. Evet. Çok şanslısın Mükemmel. kız. Baksana Kayınvalide kayınvalidene. Evet. Hizmet istemem diyor. Size o zaman gelin hiç lazım Yok. değil. Sadece kızınız gibi olsun. Kızım. Yani şimdi kızım benim bir tane değil, 3 tane kızım var. Üçünden de gerçekten üçü de öyle. Aynı ayarları. Ve çok da seviyorum. Benden çekinmelerini asla istemem. Evet. Ben derim işte ben arkadaş gibi olalım. Evet. Hep rahat olun diyor. Hep rahat. Yani evet Kendileriniz gerçekten. Ben çoğu zaman ben de dönerim önlerinde. Hmm. Derim siz durun ben yaparım. Evet ya. Bazıda yapıyor. Ben- Yaptırmıyor bazıda. Dur. Otur. Nima ishlarda yordam berildi qaynanangiz sizga? Shu uyimizda yig'in bo'lsa, bir kun oldin keladilar, yordam beradilar. Rosa xursand bo'laman. Mehmon bo'lish bizaniki keladilar, yo xursand bo'lib ketaman. Chunki kam keladilar. Va kelganda juda ham xursand bo'lib ketaman. Ani hayajon kutaman-da, to'g'risi xursand bo'lib ketaman. Dugonamdaylar, anaqa yaxshi ko'raman. Ekan shansliman ya'ni qaynana bo'yicha. Diyor ki ben diyor kayınvalidemi evde bekliyorum diyor. Geldiğinde çok seviniyorum Evet. diyor gerçekten. Evet. Kendi annem, Gelsin kendi istiyor. Hep arkadaşım bekliyorum. gibi görüyorum. Hep bekliyorum diyor. Ve diyor evde bir organizasyon olduğunda da Evet. çok yardım ediyor. Çok Evet. destek oluyor diyor. Evet. Gerçekten çok güzel bir şey. Evet. Peki size bir Özbek gelini gibi Özbek selamı verdi mi? Gelin selam. Yaptı mı? Yok. Yapmadım. Yapmadın. Bak sırların plan ortaya yapmıştık. çıkıyor. Yok. Biz şöyle plan yapmıştık. Yani O'zbekistonga kayınvalidem hani dinimizni O'zbekcha? kelganlarida O'zbekistonga o'sha yerda o'zimizni urf odatga, o'zimni mamlakatimda qilishni planlagandim. Xudo xohlasa kelsalar shuni qilaman ekan. Bu yerda emas lekin. O'zbekistonda. Oynama. Ha, Özbekistan'da yap. Ha. Ha, anladım. Özbekistan'a geldiğinde ben planımda var diyor. Evet. Gelin selamı yapacağım diyor. Evet. Oradaki bizim geleneksel kıyafetlerle. Evet, onlardan. İnşallah geleceğiz zaten gideceğiz. Evet, çok güzel. Peki size Özbek yemekleri yaptı mı hiç? Tabii yaptı. Mantı yaptı, Özbek pilavı. Zaten en sevdiğimiz onlar zaten. Bir şey oldu mu diyoruz pilav yap, mantı yap. Bir de o yaptı patatesle mantar Mantar bir yapıyor. yemek. Bu da çok lezzetli. Yapıyor yani istediğiniz zaman. Turkiya ovqatlarini qatdan o'rgandingiz? Birinchi o'rganganim shu qaynonam bilan boshida yashardim. O'sha paytda o'rgatdilar ko'rib. Keyin YouTube'dan ko'rib o'rgandim qolganlarini. O'sha ayri chiqqanimizdan keyin. Yoki telefon qilib har doim so'rayman. Aytib turadilar telefonda. Hozir lekin bilaman. Yani biliyorum yani. Özbek adetleri farklı mı sizin adetlerden? Aslında birbirine benziyor. Adetlerimiz birbirine benziyor. Biz de Şanlıurfalı olduğumuz için yabancı gelmiyor. Çünkü örf ve adetlerimiz aynı aslında. Hiçbir farkı yoktur. Güzel. Oldin qizligingizda orzu qilganmisiz? Mani qaynonam shunaqa bo'lsin. Yoki qaynonangiz balki orzuyingizdagidan ko'proqmi? Men turmushga chiqmasdan oldin xayolimdagi qaynonam bilan o'zim xayol etib, niyat qilganimdagi mana shu dugonamdek bo'lsinlar, mehribon bo'lsinlar, o'sha birga ishlarni qilib ketaylik, mana shunaqa anavda uyalmay oldida bemalol. Даже ortig'i bilan shunaqalarda, Xudoga shukur qilaman. Anaqa nima deydi, shansliman-da qaynona bo'yicha. Ularni yaxshi ko'raman lekin. Siz mesela gelinizin giyimlerine ne diyorsunuz? Mesela etek giymiş bugün kısa. Evet. Ben kendim Normal istedim mi? böyle normal. Siz istediniz. Evet. Qaranglar, qaynonalari bugun shunaqa chiroyli bo'lib kiyinib olgin, mana shu yubkang kiygin deb aytibdilar. O'shaning uchun kelin shunaqa chiroyli bo'lib kiyinib olibdi. Qaynonam dedikleri için. Evet. Özbekçe anlatıyor da ben de anlatmak istedim. Benim hayalimdeki gibi Evet. kayınvalide diyor. Zaten hep konuşuyoruz onunla birlikte söylüyor zaten. Bazen beraber arabaya bineriz çıkarız diyor. Bu hayalimdeki. Değil mi? Kaynanamla Bir kere çıkayım. evet. Arabada gezeyim demiştim. Aynısı da oldu. Beraber gidiyoruz. Bir şey olduğu zaman beraber gidip geliyoruz. Birgalashib mashinada sayohat qilib yurish xohlar ekan Nozanin turmushga chiqmasdan oldin. Xuddi shunaqa narsalar hozir meni hayotimda bo'lyapti deb aytyapti. Peki Özbek kızlarına, genç kızlarına ne diye tavsiye verirdiniz? Ben birbirlerini iyice tanımalarını isterim. Yine bir tane sizin erkek çocuğunuz olsaydı yine bir Özbek kızı alır mıydınız? Vallahi alırdım.
Biraz yodum. Vallahi vallahi aldı. Alırım yani. Niye almayayım? Memnunum ben gelinimden. Seviyorum da. Bana karşı saygılı. Her şey mükemmel yani. Daha ne isteyeyim ben? Mesela dünürlerin gelgitleri oluyor ya, kendi adetleri oluyor. Evet. Öyle bir şey, eksiklik oldu mu sizde? Hiç Hissettiniz olmadı. mi? Yok, hiç olmadı. Hiç olmadı. Ya kaynana o kadar mükemmel ki. Tabii. Evet ya, gerçekten maşallah. Ben öyle. Benim yani öyle herkes gibi değilim. Farklı anne. Evet. Farklı düşünüyorum. Kayınvalide değil, anne gibi yani. Anne, Evet, hiç anne, kay- annem gibi görüyorum. Ben öyle seviyorum. Mesela ilk gelinle ilk tanıştığımda mesela çay bahçesinde tanıştık. İlk hani diğer gelin hani küçük oğlanın. Ondan sonra ben sigara içiyorum. Yani söyleniyor zaten. Ondan sonra dedim içiyor mu? Yok dediler. Dedim bak içiyorsan dedim karşımda içeceksin dedim. Benden kaçarak sigara içmeni istemiyorum dedim. En sevmediğim şey. Ben kaçayım da bir saklanayım kaynanamdan gizli sigara içeyim. Ben sevmiyorum böyle olayları. İçersek Eğer karşılıklı içiyorsan, beraber içeriz. Karşılıklı ben içmesem bile karşımda içiririm. Ben hani onun için benden kaçmalarını da istemem. Çok güzel bir şey. Arkadaş gibi olmayı seviyorum ben. Evet, çok güzel bir şey gerçekten. Qaynonalar aytyaptilarki, kichkina o'g'illariga kelin olayotganlarida keyin u qizga savol bergan ekanlar uchrashganda, "Sen sigaret chekasanmi? Agar chekadigan bo'lsang, buni umuman bekitib o'tirma. To'g'risini ayturgin, uyalmagin" deb aytgan ekanlar. Men uchun hech qanaqa muammo yo'q. Hamma o'zini ixtiyoridagi bemalol bo'lishi kerak deb aytyaptilar. Hammaga Nozaninni qaynanasidagi qaynana tilab qolaman, turmushga chiqish xohlayotganlar. Ben diyorum ki, herkese diyorum Evet. evlenmek isteyen Nazanin kayınvalidesi gibi kayınvalide nasip etsin diyorum. İnşallah. Evet. İnşallah. Artık sizi bu saatten sonra kayınvalide değil, annesi diyeceğim. Evet. Evet, evet. Nazanin'le nerede, nasıl tanıştınız? En çok beklenen soru. Evet. Şimdi ben gıda sektöründe çalışıyorum. Kendi iş yerim, restoran üzerine. Yanımızda bizim bir Özbek çalışanımız vardı. Babam da çok severdi kendisini. Babam bir gün demiş ki benden habersiz, ya benim oğluma şöyle bir hanım bir kız var mı? Şöyle güzel bir kız var mı? Hani gelenek görenek bilen, saygılı, büyüklerine saygılı, küçüklerine sevgili. İşte kendisi de işte tanıdığı meğersem varmış. Özbekistan'da yaşıyor tabii o zamanlar Nozanin. Benden tabii habersiz bunlar oluyor. O vesile olan, hani aracı olan kız da resmini alıyor. Resmini babama gönderiyor. Babam da bana resmini gösteriyor Nozanin'in. Oğlum bak diyor, böyle bir kız var. Hani evlenmeyi düşünmüyorsun ama yine bir bak istersen. Belki fikirlerin değişebilir diye. Ben de tabii görüyorum. O an tabii çarpılıyorum tabiri caizse. Resimlerini ko'rib aşık bo'lib qolibdilar kuyovimiz. Hayatımda ilk defa tabii böyle bir şey yaşıyorum ben. İlk Gerçekten. defa bir resimden böyle etkilendim yani bir insanın. O da tabii çok şükür eşim oldu. Daha sonra biraz konuştuk. Kendisi Türkiye'ye geldi. 2 ay içinde evlendik valla. Çok hızlı karar vermişsiniz. Evet. Aslida hech ham uylanish xohlamagan ekanlar. Keyin Murod Bey adalari aytibdilarki, shu o'zbek qizi bormi, shunaqa bir yaxshi urf-odatlarni biladigan deb. Keyin rasmni ko'rib yoqtirib qolibdilar. Umuman uylanish xohlamagan ekanlar, chunki bulardan oldin hatto ukalari ham uylangan ekan. Nozaninda en çok neyi beğendiniz? En böyle beğendiğim özelliği ilk olmazsa olmaz utangaçlığı, çekingenliği, gözünün tam açılmıyor olması. Çünkü artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki artık herkes her şeyi biliyor. Herkes her şeyden bir haber. Ama kendisi ne kadar başkentte yaşasa da ama kendisini açmamış böyle dünyaya. Hani böyle içinde bir masum çocuk gibi kalmış. Benim hoşuma gitti. Çok şükür zamanla da her şeyi, birçok şeyi de benden öğrendi. Kendisine ben de aslında gösterdim, öğrettim bazı şeyleri. Bu da benim tabii hoşuma gitti. Hep bir hayalimde vardı aslında. Eşime ben göstereyim, öğreteyim, bilgilendireyim bazı şeyleri hayatla ilgili. Bu şekilde olduğu için de çok memnun oldum. Çok memnun. Nozanin, siz turmush o'rtog'ingiz bilan tanishganingiz haqida ozroq gapirib bering. Qanday bo'ldi? To'yinglar qayerda bo'ldi? Bizda tanishimiz shunaqa bo'lgan, bitta ayol tanishtirdi. Keyin men institutda o'qirdim. Planlarim boshqacha edi, turmushga chiqish planim yo'q edi, karyera.
qurishdi. Shunaqa bo'ldiki, tanishtirishdi. Biz yoshib yurdik. Mani o'qishimni, institutimni Anqaraga, ya'ni madaniyat san'atga o'tkazish planim bilan o'zi kelish niyatim bo'lgan. Bu orada bular bilan tanishdik. Keyin tanishgan paytim, yoshib yurganimizda men kelishimni aytdim. 24-sentyabr kuni to'yimiz bo'lishi kerak. Mani обратно biletim o'sha kuni bo'lishi kerak edi. O'sha kuni bizning to'yimiz bo'ldi. Biletimiz kuydi. Ha, siz betga keldingiz, Obratno men ham olganlar-da. Ha, ketib Bir oyga qaytib ketadigan. kelganman o'zi. Bir oyga kelgandim. 24-sentyabr mani donish biletim, ketish biletim Qaytish bo'lgan. biletingiz. O'sha kuni men to'yim bo'lgan. O'sha kuni to'yingiz bo'ldi, biletingiz, qaytish biletingiz kuydi. Çok hızlı evlenmişsiniz. İki 2 ay ayda. bitta qoldingizmi? 2 oy men qoldim. 1,5 oy qoldim. 1,5 oy qoldingiz. 4 marta ko'rishdik bu. Shu kun tez bo'lib ketdi. Turmush o'rtog'ingizni qaysi taraflarini yoqtirib yaxshi ko'rdingiz? Bir xil paytda bo'ladi, shu og'ir bosiqligini, keyin menga destek anaqa chiqadilar, uydamas, qo'llab-quvvatlaydilar. Siz Nazanin'de en çok beğendiğinizi söylediniz. Peki zorluk tarafları değil. Yabancı biriyle evlenmenin zor tarafı da vardır. Bir sorumluluk sonuçta. Tabii ki. Annesinden, babasından uzakta. En zor tarafı şöyle oldu. Bir türlü Türkiye'ye alışamadı. İstanbul'a alışamadı. Isınamadı. Hep böyle bir gitmek istedi memleketine. Buranın geleneğine, göreneğine, kültürüne bir türlü adapte olamadı. O beni bayağı zorladı. Ama baktık ki zaman geçtikçe alışmaya başlıyor. Evet, bir sancılı dönem oldu. Ama alışmaya başladıkça ben de rahatlamaya başladım. Ve hatta 2 defa Özbekistan'a gittim beraber. Beraber gidince de kendisine daha mutlu olduğunu gördüm. Beraber gittiğim için Özbekistan'a. Kendisi tabii ailesine kavuşuyor bir yandan da orada. Böyle bu yönden tabii biraz zorlanmıştım. Ama şu anda Allah'a şükürler olsun alıştı, adapte oldu Türkiye'ye. Tabii hala özlem çekiyor Özbekistan'a karşı ama yine bir şekilde yaşıyor. Güzel. Peki siz Özbek kızları ve Türk kızlar arasında fark gördünüz mü? Ya çok büyük fark var ama şimdi bunu burada söylersem Olmaz bizim değil mi? kızlarımız bana saldırabilirler. Evet, onları üzebiliriz diyorsunuz. Üzebiliriz, evet. Peki siz etrafınızdaki evli olmayan arkadaşlarınıza Özbek kızıyla evlenmeyi tavsiye ediyor musunuz? Her zaman tavsiye ettim ve ediyorum da. Her zaman. Yani çok mutlu olduğumu, yani iyi ki bu kadar beklemişim. Geç ama güzel bir şekilde evlendim ben. Yani benim aklımda aslında yoktu. Yabancı bir kızla evleneceğim diye. Hiç aklımda yoktu. Ama hakikaten şurada yazıldıysa ağzım bağlanıyor, evleniyorsun. Ve çok dua etmiştim Allah'ım Ümre'ye hatta gittim. Reklam gibi olmasın ama Ümre'ye gittim 2019'da. Çok dua etmiştim. Allah'ım bana hayırlı bir eş ver ve bana bir kız çocuğu nasip et diye. Kız çocuğu dilediniz. Evet. Qariyle umraga borganlarida Allohdan qiz farzandim bo'lsin deb so'ragan ekanlar. Çok şükür bana hayırlı bir eş verdi ve bir de kız verdi. Böyle yani. Çok güzel. Sizin için çok sevindim. Teşekkür- Nazenin'in siz bu Instagram'daki videolarına, influencerlarına destek oluyor musunuz? Evet, destek oluyorum. Aslında ilk zamanlar istemiyordum böyle bir şey. Çünkü aşırı böyle kıskançlığım vardı kendisine karşı. Bu kadar güzel oldu. Bu kadar güzel olduğu için. Instagram'da çıkışını hohlamudim deyaptilar. Ama daha sonra baktım çok böyle istekli, hevesli. Hevesini kırmak istemedim. O yüzden destek olmaya karar verdim. Hatta kötü yorumlara bile destekliyor beni. Evet. Kafana takma diyor. Evet, hiç kafaya takmaya gerek yok. Yani, evet. Çünkü bazı insanlar var, anlamadığı bir yerden durup yorumluyor gerçekten. Bir şeyi bilmeden yorumluyor. Onun Kendi dünyasından bakıyor. Evet, evet. Kendi dünyası bu kadar. Aynen. Böyle kısacık, ufacık oradan bakıyor. Onun için onlara bakmayacağız. Evet. Sizin adınıza sevindim. Teşekkür ederim. Bizim şöyle güzel kızı almışsınız. Hem dışı hem içi güzel ama. İkisi de Aa, güzel. eshitdilar, Sadece tushundinglarmi? dışı Faqat değil. tashqi ko'rinishi emas, ichki olami ham juda ham chiroyli deyaptilar. Men haqiqatdan ham juda ham xursandman. Bizani bir qizimiz shu joylarga kelib musofirchilikda o'zini baxtini topganligidan va uni qadrlaydigan turmush o'rtog'i, qaynonasi borligidan bu haqiqatdan bir katta bir omad va baxt deb o'ylayman. Çok sevindim sizin adınıza. Peki Özbekistan'a gelecek misiniz yine? Evet. Hatta bu yaz yine geliyorum. 3. kez geliyorum.
Ve şunu da söyleyeyim aslında. Söyleyebilir İkimizin misin? gerçi ortak kararı. Kısmet olursa orada yaşamayı düşünüyoruz. Oo, Evet. çok Benim güzel. Neden? hayalim. Ya aslında ilk şey eşim için, daha sonra kızım için. Ben sizin ortamı daha çok beğeniyorum. Eshitdinglarmi? Hozir aytyaptilarki, kelajakda biza ikkalamiz o'shaqa niyat qilganmiz O'zbekistonga ko'chib borib yashashni. Chunki men sizlarni o'zbeklarni urf-odatlaringlarni, hurmat, izzatni bir-biriga bo'lganini juda ham yaxshi ko'raman va qadrlayman. O'shaning uchun o'sha yerda yashashni xohlayman deyaptilar. O'z turmush o'rtoqlari aslida juda ham dengizni yaxshi ko'rar ekanlar. Ya'ni bizning xalqimizni shu darajada Nozani yaxshi ko'rdiribdiki, o kadar sevdirmişki denizdan bile vazgeçiyorsunuz Vazgeçtim. ya. Aynen öyle. Denizden ham voz kechyaptilar. Qoyil lekin. Kız çok fenasın. O'zbek kızları fena. Ama daha yerimizi çok beğendi. Çok Götürürüm beğendim. dedim. Top Gerçekten. taraflarımızda. Hayallerine aşık Yani oldum. sen de çok Bu sevdin. kadar mı güzel olur ya? O evler oradaki böyle. Ha, evler. Müstakil evler gibi böyle. Evet. Müthiş. Herkes bizde villada oturuyor fark Evet ettiyseniz. ya, evet. Herkes zengin. Herkes zengin, evet. Güzel, sevindim. O zaman sizinle beraber bir sonraki sohbetimiz Özbekistan'da olsun diyelim. İnşallah. İnşallah. Oraya Hatta taşındığınızda evimizde alırsa evinizde, bekleriz. evet. Nazanin, siz turmush o'rtog'ingizga o'zbekcha o'rgatdingizmi? O'rgatyapman, endi boshladim. Bir 7-8 so'zi biladilar. Qaysi so'zlarni bilasiz? Mesela şimdi böyle oldu mu tabii insanın aklına gelmiyor. Hayırlı Kalesiz, ton, yaşemisiz. hayırlı ton. Hayırlı ton, hayırlı kun. Fakat Ondan privet sonra- onları biliyorsun. Onlar Rusça ama. Yani olsun. Ondan sonra Chundum. Churoli, Chiroyli. Chundum, Tushundim. Uylavattı, Uxlabyapti. Uxlayapti. Uhlavattı. O'ylayapti, tovarama. Uxlayapti. Uxlayapti. Uhlama işte. Her Evet. neyse. Sonra neydi? Yani yine var. Hop. Hop tamam demek. Hı hı. Bugungi qahramonimiz juda ham chiroyli joyda yasharkanlar. Qaranglar, shundoq dengiz ko'rinib turibdi. Turkiyada oyoq kiyimni kirmasdan podizga yechilardi. Qaynapa va o'g'sillar. O'g'sillar qarama qarshi yashashar ekan. Qaynapa tepadan. Nozarinni uylariga keldik. Hozir mana oshxonasidamiz. Oshxonasi shunaqa saranjom, chiroyli ekan. Sal turib ko'rsatamiz oshxonani ham. Bizga mana har xil shirinliklar tayyorlabdilar. Lekin hozir bitta narsaga e'tibor berdinglarmi? Qaranglar, o'zbekcha choy damlayaptilar. Necha yildan beri Turkiyada yashayapsiz? Kelin bor? 4 yildan. 4 yildan beri o'zligimizni hech unutmayman. Ko'proq O'zbekistonni yaxshi ko'rar ekan va O'zbekistonga borib yashashni ham xohlar ekan. Juda ham qiziq. Hamma qizlar O'zbekistondan kelishni xohlaydi. Turmush o'rtog'i Turkiyaga chiqishni xohlaydi turmushga. Siz nima deb tavsiya bergan bo'lardingiz? Nozarin? Men vatanimni juda ham yaxshi ko'rganim uchun endi hammani fikri har xil. Men O'zbekistonda yashashni xohladim. Eshitdinglar, Nozanin shunaqa Turkiyada shunaqa chiroyli uyda, chiroyli oilasi bo'lishiga qaramasdan baribir O'zbekistonda yashashni xohlar ekan va hatto turmush o'rtog'ini ham O'zbekistonda yashashga ko'ndiribdi. Ko'chib etdan uy olishmoqchi ekan boshida, uy, mashina, keyin ko'chib boramiz deyishyapti. Xudo xohlasa. Toshkentdagi uyingizga ham mehmonga boramiz Nasiba Albatta bilan. chaqiraman. Xudo xohlasa. Lekin shirin ham pishirdim. Shirin Qarang, siz turmushga chiqdingiz Turkiyaga, sarpo-suruq qildingizmi? Sarpo degani bu yoqdan oldik. Biza kuyov tarafga qildik, kuyov biza tarafga qildi. Biza oyim shunaqa anglashdilar, chunki birinchi qizim uzatyapman, birinchi qizim farzandimga sarpasini qilaman dedilar. Shu anaqa damatlik hamma narsani biz oldik. Ular menga kelinlik oldilar. Keyin o'sha beyaz ishlar, idish tovoq, kuxnilarni biz oldik. Uy mebellarini, hamma narsani turmush o'rtog'ingiz. Mebellarni ular oldilar. Biza kuxnya tarafga oldik. Sizlar Sizlarda shunaqa odati. Ha. Sizlar turkcha odat bo'yicha sarpo-suruqlarni qildinglar unda. Bu yerda hozir siz ko'rdim, men bu to'g'rimizadagi uy, sizni o'g'sinizlarning uyi, to'g'rimi? Tepada Erimni singlisi. turmush o'rtog'ingiz, qaynsinglingiz va o'g'singiz bilan birga qo'shni bo'lib yashaysiz. Ular bilan qanaqa kelishasizmi? Kelishaman, shu choyga, kofega chaqiramiz bir-birimizni. Bolalarimiz o'ynaydi. Shu bir-birimizni chaqirib, shunaqa ko'chaga chiqmagan paytimiz ko'rishamiz. Siz ularni oldida, ular hammasi endi nima deydi? Turkiyada
katta bo'lgan turklar-ku, siz uyalmaysizmi, tortinmaysizmi? Boshida tortinish bo'lgan. Hatto gapirmasdim ham boshida. Hozir mana yaxshiman, lekin oldinga qaraganda hozir unaqa tortinmayman. Turmush o'rtog'ingiz bilan qaysi munosabatlarda ko'p qiynaldingiz? Masalan, voy, baribir chet ellikda tushunmaydi degan narsalar bo'ldimi? Tushunadigan narsalari ko'p, yaxshi tomonlari ham ko'p. Xarakterlari juda ham og'ir, kaprizli. O'sha tomonlama haligacha qiynalaman. Ya'ni o'zgarmagan, 4 yil bo'lgan bo'lsa, unaqa o'zgarish yo'q. Xarakteri juda ham og'ir. Aynan Ishonch nimasi bor. og'ir? O'ziga yarasha anaqalari bor, nima deydi, isteklari bor, xohishlari bor. Ovqat tanlaydilar olsa ham. Kapriznalar. Masalan, bugun ertalab turdik, mana shu ovqatni qil deydi. Uni qilsangiz kechkiga уже men buni xohlamayman, boshqa ovqat qilsang bo'ladimi deydilar. Shunaqa inson. Tez fikri o'zgaruvchan. Shu tomonlama rosa qiynalaman lekin. Siz o'zingiz turmush o'rtog'ingizni yaxshi ko'rib turmushga chiqdingizmi? Ha, bir-birimizni yoqtirib, kam vaqtda какой-то вспышка bo'ldi. Ularning xarakteridan menga yoqqan narsalar, ham o'zim xohlagan narsalarimni ko'ra olganim uchun, ularda ham shunaqa bo'lgani uchun to'yimiz bo'ldi. 2 oyda to'yimiz bo'ldi-da. Turkiyaga turmushga chiqishni xohlagan qizliga nima degan bo'lardingiz? Men o'zimdan kelib chiqqan holda agar vataningizga sog'inchini o'ylamasangiz, yaqinlarimdan uzoq qolaman demasangiz agar chiqsa bo'ladi, lekin men shu tomonlama masalan qiynalaman-da. O'ylab chet elga umuman o'ylab elga tegish kerak, chunki masofa juda ham uzoq. O'sha tomonlama. Xohlagan paytingizda yaqinlaringizni ko'ra olmaysiz. 1 yilda 1 marta boramiz. Xohlaganingizda bora To'ylarga, olmaysiz. tug'ilgan kunlarga, bayramlarga bora olmaysiz. Ko'p narsadan uzoq qolib ketasiz. Shu tomonlama, atak boshqa tomonlama unaqa qiynalmayman. Chunki to'ylarga bo'lganda borgis keladi, qarindoshlar bilan birga bo'lgis keladi. O'sha yonda bo'la olmaganim uchun ichim yomon bo'ladi bir xilda. Boshqa tomonlama unaqa qiynalish yo'q. Turmush o'rtog'ingiz yaxshi taraflari nima? Sizga masalan uy ishlarida, bolani katta qilishda yordam beradilarmi? O'rtacha ko'pmasu yordam beradilar. Masalan, So'ragan hozir bolani qizingizni turmush o'rtog'ingiz olib ketdilar o'ynatgani. Olib ketdilar. Shunaqa paytlarda masalan yordam beradilar. Iltimos qilsam masalan qiladilar, iltimos qilsam qiladilar. Unaqa buyruq yomon ko'radilar. Iltimos bilan murojaat qilganimda xo'p deb qiladilar. Masalan, mazam bo'lmaganda, o'zim yomon his qilganimda, yot deb choylagacha damlab narsalar olib kelib beradilar-da. Aynisi men ham shunaqaman lekin. Shu tomonlama zo'rlar lekin. Baribir yaxshi taraflari ko'p. Mehribonlar. Mehribon inson. Juda ham. Ko'ngli bo'sh, mehribon insonlar. Turmush o'rtog'ingiz masalan sizni xarajatlaringizga pul beradilarmi? Xarajatlarimga pul so'ramayman, lekin kartasi turadi. Xohlagancha ishlat, xohlaganingni ol deydilar. Shu uyga qo'yib qo'yganlar. Men oladigan paytim aytaman, mana shu olaman deb olaver deydilar. Atak ayratdan pul so'ramayman. Chunki kartadan yechib olaveraman. Eringiz pullarni kartada yechib olaverasiz yoki kerak narsalarni olaverasiz. Sizga bu haqda indamaydilar keyin. Yo'q, lekin ruxsat olaman. Ruxsat olib. Ruxsat olmasdan chunki ish qilmagin deydilar. En azından biling nima olayotganing deydilar. Atak yo'q demaganlar hech nimaga. Shu tomonlama. Hech narsaga. Instagramni boshlaganingizga qanaqa munosabat bildirdilar? Boshida rosani qizg'anganlari uchun profilim yopiq edi meni. Keyin ko'rdilar, ko'chaga kam chiqamiz, qizim sho'x, hech qayerga bora olmayapman. Uyda qanaqadir siqilish boshlagandan keyin o'zi erga tegmasdan oldin qiziqishim bo'lgan, uni ko'p aytardim. Keyin o'zlari aytib qoldilar, "Mayli, profilingni och, xohlaganini qiyni qil, siqilib qolma, desteklayman, anaqa qilaman, quvvatlayman" deb aytdilar. Shunga keyin ochdim. Mana 1-2 oydan beri boshladim, xudo xolisa. Siz mana qarang, turmushga chiqqaningizga hozir 4 yil bo'ldi. 4 yil bo'ladi. 4 yil bo'pti. 4 yilda ham siz hali ham Turkiyada hayotiga o'rganib keta olmadingizmi? Yo'q, o'rgana olmadim degan o'z sabablari bor. Bir xil joylariga-da, menga anaqa ma'qul kelmagan joylari bor. Bolamni nima deydi bilmayman, O'zbekistonda katta qilish havasimiz erimda ham bo'lgani uchun, yoqqa borib kelib, u yog'i o'zlari yoqtirgani uchun, insonlari, tarbiyasi, hurmati O'zbekistonni yoqqani uchun o'zlari ham o'ta katta bo'lishini xohlaydilar-da. Siz demak farzandlaringizni O'zbekistonda katta qilishni, o'zbek urf-odatlari, madaniyati bilan katta qilishni xohlaysiz? Xohlayman, erim kelamiz. Chunki bilaman, Turkiyada men o'zim 10 yildan beri yashayman. Turkiyada bola katta qilganda aynan o'sha
bolalarni ota-onaga bo'lgan munosabati chiroyli emasda. O'sha. Bizda baribir O'zbekistonda ota-onani hurmat qiladi. Nima deydi, uni hurmatini joyiga qo'yib, uyda siylaydi, e'tiborli, mehribon o'zbek farzandlari ota-onasiga nisbatan. Bu juda ham yaxshi odatlarimiz. Hurmat kuchli bizada. Men o'zim ham o'g'limga aytaman, qara deyman, hozir deyman, o'zbek onasi keladi deyman. Hurmatini joyiga qo'y deb hazillashaman. Qaynanangiz umuman sizni qiynamaskanlar. O'sin hech kim hayotingizga aralashmaskan, to'g'rimi? Yo aralashishadimi? Yo'q, o'sinim taraf unaqa aralashmaydi. Hech kim aralashmaydi. Yo'q. Qaynanangiz aralashib yoki biz o'zimiz nabarot fikr so'raymiz borib. sizga qaynanangiz menga xizmat qilgin deydilarmi? Yo'q, hech qachon aytmaganlar. Nabarot o'tir, qilma, o'tir deydilar. Men o'zim turib qilib ketaveraman. Ya'ni bizda unaqa bo'lmagani uchun o'zbekchilik. aytibdilar, anaqa oyoqda faqat turadi. O'tir. Bizda endi qaynana o'tirganda yonida turadi-ku, shunaqa bo'lgani uchun men o'zimni xijolat bo'laman. Qaynanam o'tirmasdan turib, ular o'tirmasdan turib, men o'tirib olganimda o'zim g'alati bo'laman. Endi bu yoqda unaqa bo'lmagani uchun o'tir deyveradilar-da. Shunaqa. Aytib, bemalolman yonlarida. Biz endi Nozalinni uyini aylanib chiqamiz. Kelinglar, Nozalin qayerdan boshlaymiz? Kuxnyadan boshlaylik. Eng sevimli joyimiz mana emas, o'zbek ayollarini umuman aytganda ayollarning eng sevimli joyi oshxonadamiz. Oshxonada har kun ovqat pishirasizmi? Через день bir xilda. Через dень. Turmush o'rtog'ingiz qanaqa ovqatlarni yaxshi ko'radilar? O'zbek Go'shtli va o'zbek ovqatlari yaxshi ko'radi. Go'shtli aslida. turmush o'rtoqlariga har kun ovqat pishirib berayotganlar. Demak, juda ham yaxshi. Turmush o'rtog'ingiz sizga mana ishlarni qil deb ish aytadilarmi? Unaqa ish buyurmaydilar, men o'zim qilaman. Hech qanaqa ish buyurmaydilar. Men o'zim hammasini qilaman. Qaynanangiz kelib tekshiradilarmi uylarni? Ozodamidi? Yo'q, hech qachon tekshirmaganlar. Naborot, uy yig'ishtiraman, yo katta bo'rka qilaman, yordamga kelaman deydilar. Yo'q deyman. Qanday yaxshi. Men biza mana mehmonxonasiga kiramiz. Koreya turklari mehmonxonasi qanaqa bo'ladi? Bu yerda o'tiradigan joy, bu yerda asosiy uyda televizor ko'rib, maza qilib yalqayib o'tiradigan joy. Endi qarang, bu mebellarni sizni ota-onangiz olishganmi Sarpaga? Yo'q, buni qaynatam o'zlari maslaga hidya deb o'zlari olganlar. Qaynatangiz sovg'a qilganlar mebellarni. Yaxshi, juda ham yaxshi. Bu yerda endi qaysi xonalar bor? Bu yoq qo'l yuvish xonasi. Qaranglar, Nozalin shunaqa ozodalikni yaxshi ko'rar ekan, hamma narsasi o'ziga o'xshagan nafis va go'zal. O'zi ham juda ham nejniy qiz. Bu kirxonamiz, o'shingizda Bu yerda har xil pilososlar. O'shanaqa xonamiz. Bu yerda qaranglar, Linani xonasi. Lina ismini kim qo'ydi? Qaynanam bilan qaynatam birgalashib anaqa qilib qo'yganmiz. Ular tanlagan lekin. Ular tanlashgan. Biz xohlaganmiz ular tanlashini. Sizlar xohlagansiz, siz xohlagansiz. Agarda turk kelinlari bo'lganda tanlatmas edi. Shunaqa deganlar lekin. Tanlatmas edi, o'zi tanlaydi, o'zi qo'yardi. Chunki meni farzandim hech kim aralasha olmaydi deb aytishadi. Bu yoqda Linani qorningizdagi rasm ekan, to'g'rimi? Qarang, siz Linani o'zingiz tug'dingizmi yoki kesilma? Kesilma bilan. Ikkinchi qachon keladi? Hali 4-5 yil o'ylaymiz hali. Turmush o'rtog'ingiz, qaynanangiz sizga tug' deb aytmaydimi? Yo'q, Orasi qizingiz katta bo'lib qolibdi. Unaqa narsa aralashmaydilar, xohlagan paytinglar deydilar. Xo'jayinim bilan ham qizim haligacha sho'g'ux kechasi uxlamaganiga o'zlari aytdilar, katta qilib bog'chaga yana bergandan keyin xudo xolasa. Turmush o'rtoqlari aytdilarki, qizimiz juda ham sho'x qizchamiz. Mani ayolim nas charchab qoladi. O'shaning uchun hozir tug'masin, keyinroq tug'adi deb aytdilar. Shunaqa chiroyli, go'zal, aqlli qizlarimiz chet elga turmushga chiqib ketyapti. O'zbek yigitlariga qiz qolmaydi bunda. Bu spalningiz, bu yerda taqinchoqlaringiz bor ekan. Qarang, turklarda odatlari bo'yicha to'yda tillalar taqiladi. Sizga ham taqishdimi? Taqilgan, ha. Qani u tillalaringiz? Bizda shunaqa narsa bor. Tillalarimni biz anaqaga qo'yganmiz, seyfga qo'yganmiz. Biz o'zimizga katta narsa, yatirim, ya'ni biror narsa olish uchun olib qo'yganmiz. Xudo xolasa O'zbekistondan uy olish o'ylayapmiz. Qarang, o'sha to'yda taqilgan tillalar bor-ku, o'sha tillalaringizni keyin to'ydan keyin qaynanangiz ber deb aytdilarmi? Yo'q, ber deb aytmadilar, lekin anaqa olib qo'yamiz, bankaga qo'yib, shu bilan anaqa qilamiz.
bu narsa kattaroq narsa olamizda biz o'zimiz qaror berdik. O'shaning uchun. Turklar uyida qimmatbaho taqinchoqlar, ko'p tillalar yoki pullarni, naqd pullarni saqlashmaydi. Bu yerda bank sistemasi bor, bank ichida o'zini seyflari bor. O'sha seyf arendaga olinadi va uydagi tillalarni, qimmatbaho narsalarni o'sha seyfda saqlashadi. Chunki ko'p o'g'irlik holatlari sodir bo'lganligi sababli uylarda qimmatbaho narsalar saqlanmaydi. Demak, to'ydagi tillalarga sizlar Toshkentdan uy va mashina olmoqchisizlar, to'g'rimi? Shunaqa niyatimiz bor. Juda ham yaxshi. Demak, siz tillalaringizni qaynanangiz olib qo'ymas ekan. Yo'q, olib qo'ymaydilar. Mashallah. Hatto so'raydilar, ishlatishni xohlasang olib beringlar deb. Men qattiq qilaman, misolda, katta turklar misol. O'shaning uchun men nejli narsalar yaxshi ko'raman, xohlamayman. Sizga turmush o'rtog'ingiz qanaqadir sovg'alar qilib turadimi? Sovg'alar ham qiladi, bayramlarda, tug'ilgan kunimiz. Men bu daysimmi? Ha. Turmush o'rtog'ingiz olib berdilarmi? O, rangi rosa chiroyli ekan, qaranglar. O'zim tanlagandim. Qoyil. Buni oldingi yili 14-fevralga sovg'a qilganlar. Sevgililar kuniga turmush o'rtog'i Dyson sovg'a qildilar. Eringiz nima? Lotereyada chiqqanmi? O'zim Bunaqa- ham Siz rosa omadli qiz ekansiz. Alloh ko'ngliga ko'ra beribdi deydi-yu, xuddi shunaqa menimcha. Bunaqa erni qanaqa qilib topdingiz? u uchun o'zingiz yaxshi Qizlarga ham bo'lishingiz aytingda, kerak. sirlaringizni. O'zingiz yaxshi bo'lishingiz kerak. Siz yaxshi bo'lsangiz, eringiz yaxshi bo'ladi. Ko'p duo qilish kerak deb o'ylayman yaxshi Siz- niyatda. Turmush qurishdan oldin rosa niyat qilgan ekansiz. Men niyatlarim ko'p bo'lgan. Niyatlaringiz qilgan. Allohdan ko'p so'raganman deb aytdingiz. Hmm. Nozarin sal uyatchakroq ekan, o'shaning uchun men o'zim ko'p gapiryapman. Chunki biz suhbatimiz davomida men ko'p so'raganman Allohdan. Aynan qaynonalari haqida aytdilar. Qaynonam, ha. Hatto 2 qat bo'lganimda ham qizimni yuz tuzilishini tasavvur qilib Xudodan so'rab, xuddi shunaqa tug'ildi qizim ekan. Mashalloh, qizingiz lekin bor-ku, juda ham chiroyli qiz ekan. Rahmat. Alloh nazardan Amin, saqlasin. inshaalloh. O'ynab kulib xursand bo'lib yursin sizni xursand qilib. Mana bu tilla taqinchoqlari ekan. Men buni brilliant menimcha. Bu bilan set. Ha, mana. Ha, bu bilan. Buni nimaga sovg'a qilishdi? Qo'lingiz so'raganda. Yo'q, buni qo'limiz so'raganda sovg'a qildi. Ha, buni qo'lingiz so'raganda sovg'a qilishdi. Buni-chi? buni 5 eyligimizda. 1 yil bo'lganda. 1 yil bo'lganda bu brilliant sovg'a qildilar. Bu videodan keyin hamma Turkiyaga turmushga chiqish xohlaydi, bilasizmi? Mana taqinchoqlarini bir qismi oldingi yil ekan. tug'ilgan kunimga sovg'a qildilar. Bu o'tgan yil tug'ilgan kuniga Ha. turmush o'rtog'i sovg'a qilibdilar. Qani haqiqatdan tillam ko'ramiz. Cho'ti ko'ra olmadim men. Ha, mana ekan. Da. Haqiqatdan tilla ekan. Turkiyada masalan oshxonalarda idish-tovoqlar qanaqa bo'ladi? Siz bilishni xohlaysizlarmi? Chunki men juda ham ko'p ayollar kuzatadi. Men o'zim oshxonada bilasizlar, juda ham nima deydi? No'loq deydi. No'loq desam xuniyroq bo'ladi. Oshxonada yo'qman. Oshxona ishlarida. Mana hamma narsasi chiroyli, yaltiragan. Bu narsalar yaltirab turishiga asosiy sababchisi idish yuvadigan mashina hamma uyda bor. Buni eng yaxshi tarafi chiroyli qilib quritib beradi, dog' qolmaydi ishlarda. Men ham shunisini yaxshi ko'raman. Xolodilnikingizni ochsak bo'ladimi? Mana Turkiyada xolodilnik qanaqa bo'ladi? O'zimizning xolodilnikka o'xshagan xolodilnik. Bu yerda mana bu zaytun yog'li yemak deyilmi? Turklar esa mana shunaqa zaytun yog'li zakuskalarni, ovqatlarni yaxshi ko'rishadi. Buni qiz kendinmi yaptı? O gün qaynonamni. Ha, qaynanalar bilan birga tayyorlashibdi. Ana, xolodilnikni ham ko'rgan bo'ldik. Bu turk choy. Chaydan. Ha, bu turk choy demeydigan, choy qaynatadigan. Bu yerda air fryer menimcha bu. Evet. Bu qahva. Men bu turk qahvasi uchun. Bu shirinliklar xamir qilasiz menimcha. Tushunarli. Bu yerda mana e'tibor beradigan bo'lsanglar, Turkiyada bilasizlarmi? Qaranglar, juda ham ko'p mana bunaqa turk qahvasi chashkalari bo'ladi. Mana turli xil turk qahvasi uchun chashkalar bor, yaxshi ko'rishadi. Mana bu yerda ham bor, qaranglar. Qo'lim bilan ichimdan ushladim, bu yerda mana bardaklar. Choy bardaklar.
Ko'rinishi shunaqa turklarning uyi. Rosa ozodalikni yaxshi ko'rishadi, a turklar. Ozodalik qanaqa farqi bormi? Endi bilmadim man. Endi oyim shunaqa katta qilganlarim uchun bizning ham shunaqa. Banda bo'lib o'zim tozalab, mana bu yog' sachrasa gazdan tozalab yursam, erim "Voy bu bo'ldi, o'tirgin, bo'ldi, rahat ol ya" deb anaqa bemalol bo'ldi. Lekin qaynanangiz uylari ham juda ozoda ekan. Ha, qaynanam ham yaxshi ko'radi. Qaynanangiz ham qaranglar, ani aytadi-yu, kelin qaynanaga o'xshabdi deydi-yu. Ha, Yo'q, juda ham ozoda ekan. To'ydan fotosessiya. Qaranglar, Turkiyada to'yda unaqa bir alohida mashina arendaga olib yotishmaydi. Bu o'zinglarning mashinanglar. O'zigisini oddiy uydagi mashinasi bilan to'y qilaverishadi. Juda ham chiroyli, juda ham romantik. Turmush o'rtog'i ham rosa kulib turgan. Hozir Nozaninning qaynapasi qahvaga keldilar. Ismlari Maltam ekan, qo'shni bo'lib yashashadi. Turkiyada shunaqa gap bor. Nozanin görümce görmeyeyim ömrümce derler ya Türkler. Sen de öyle misin? Yok ya, ablam gibi. Çok seviyorum. Kardeşiz yani. Biz sık sık birbirimizi görüyoruz. Evet. Sık görüyorsunuz birbirinizi. Tabii aynı binada da oturduğumuz için. Hem komşuyuz hem Evet. şeyiz. Ovqat pishirgan, "Men kelaman" deb aytadilarmi sizga? Yo'q, Qaynotasiz? hech qachon aytmaganlar. Siz yemek yapsın, bana hizmet etsin diyor musunuz hiç? O tabii ki hayır. Neden? O neden etsin ki? Benim görümcem bana etmiyor. Türkiye'de etmiyorlar mı? Yok hayır. Benim görümcem mesela benden büyük. Abla diyorum zaten. Benden yaşça büyük zaten. Ama mesela öyle bir şey ne ben ona yaparım ne o bana ne benden Öyle bir bekler şey ne yok benden. aramızda. Bizde öyle bir şey yok. Hech men aytmayman deb hozir uyga kelsin yoki uyda ovqat pishirib qo'ysin deb aytasizmi? Kelaman desam, yo'q hech qachon aytmaganman, menga unaqa xizmat qilish shart emas deb aytyaptilar. Ya'ni siz size bir hizmet etsin, öyle bir şey beklentiniz Yok, yok. asla öyle bir arzum yok. Öyle. Öyle bir isteğim yok yani. Yani hiç olmadı. Unda sizga hech qaynopalik qilmasganlar. Yo'q. Oranglarda unaqa munosabat yo'q. Yok. Çok rahat yani böyle Biz şey rahatız yani ama kardeş gibi. yani arkadaş Yani gibiyiz. görümce gibi görmüyorum yani. Ben de hiç gelin olarak görmüyorum. Kardeşim gibi de. Hepsi zaten kardeşim. Peki siz Çok şükür. Özbeklerde beğendiğiniz bir taraf var mı? Dediğiniz şu tarafı güzelmiş. Özbek kızlarının dediğiniz. Bakımlı olmalarını çok beğeniyorum. Tabii. Hepiniz çok bakımlısınız. Daha 2 gün önce gözaltı maskesi kendisine sonra. Sağ olsun kendi ürününü Kaç verdi euro? bana. Çünkü bakımlı olduğumu biliyorum. Ben çocuklardan ötürü çok fazla bakım şeyim olmuyor. Yeni böyle artık gelme bakmam gerekiyor. O şeye girdim. Daha 2 gün önce buraya geldiğimde Naz'a hemen göz altlarının şey olduğunu söyledim. Bana sağ olsun kendi maskesini verdi. Naz'ın ve sizin yani Naz'ın farkı ne? Daha çok sizin değil de Naz'ın farkı ne? Bir fark görüyor musunuz? Çocuk büyütmesinde. Yani ya şöyle bir fark görüyorum. Bana göre ama yanlış anlaşılmasın. Yok kötü olsa da söyleyin. Evet. Çünkü bizde tamam. biraz baskıyla büyütüyorlar. İster Evet, istemez bu bende de var. Tamam. Ve Ondan Naz'da da var. bahsedecektim. Evet, ondan bahsedecektim. Rahat söyleyebilirsiniz. Biz biraz daha hani şeyiz. Biz Türkler sanırım daha rahatız. Evet. Daha Çocuklar ya da daha sakin, özgür evet, büyütüyorsunuz. daha özgür birikiyor. Ben sadece Naz'da dikkat ettiğim hani biraz daha dediğiniz gibi Kontrol. daha kontrol, Evet. daha hakim, çocuğa daha hakim. Şunu yapma. Hani gibi. Hmm. Hani ben biraz da şurada bir şey yapıyorsa ben hani bazen görmüyorum. Hani görüyorsam da şey yapmıyorum. Görmemezsin. Ama mesela Naz'a dikkat ediyorum. Gözler sürekli Lina'da. Daha dikkatli. Çocuğuna daha hakim. Hozir 3 ta bolaga Nozanin turmush o'rtoqlari tepada bularni uyda qarab o'tiribdilar. Sizin akrabalar çoktur. Bizim akraba çok. Evlenmeye var Benim diyor. takipçilerime iyi bir damat adayı lazım. Eshitdinglar, kuzatuvchilarim, sizlarni o'ylayapman. Mana hozir sizlar uchun yaxshi kuyov nomzodlari bo'lsa aytinglar deyapman. Bana çok soruyorlar. Gerçekten. Evet. İyi bir damat adayı var mı? Yani öyle soranlar oluyor da Evet. daha çok iş soruyorlar tabii ki. Evet. Evet, damat adayları varsa söyleyin bize. Evet, tamam. Aklımda. Bizde Nazanin gibi güzel kızlar çok var.